Assalomu alaykum hammaga. O'rta Osiyoda nomer 1 tarozi, ya'ni Turkiya tarozilari. 6x4 profildan qilingan. Bu tarozimiz razmeri eniga 1 metr, uzunligi 2.20. Molni har qanday injiqligiga chidab beradi, ya'ni 2 tonna, 3 tonnagacha bo'lgan novoslar bemalol tortib beradi. Bu tarozimizga 2 yil garantiya beramiz. Shep chiqinchi. Mana kilo bittada ushlaydi. Sifrlar o'ynamaydi. Bo'ldi, qimillanchi. Mana yuring aqabaqa. Demak, mol tortganingizda hozirgi kunda aslida bo'lib turgan problema sifr o'ynayapti. Ya'ni videoga olganda ham o'ynayapti deb ko'p odam jalba qilyapti. Ya'ni bizdan olganlar emas, boshqalardan olganlar. Bizni tarozimiz mana ko'rib turganingizdek videoga olganingizda ham sifrlar qimillamaydi. Bu holat faqat bizni firmadan, ya'ni Turkiya tarozilaridan chiqadi. Nomer mol chiqib aqabaqa qimillaganda ham bitta kiloni ushlaydi. Mana ko'rib turganingizdek odamimiz yurishyapti. Kilogram qimillagan yo'q. Bu tarozimizning narxi $680. 2 yil garantiyasi bilan dastavkasi alohida. O'rta Osiyo bo'yicha yetkazib beramiz. Zakaz olganimizdan keyin uzog'i bilan 3 kungacha uyiga yetib boradi. Olgan klientda. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani, Turk tarozi. E'tiborlaring uchun rahmat.